Xullas jigarlar, Doniyorning videosini ko'rdinglar, M8 olib vizib tashlabdi. Yana bir bor, o'zi o'tgan safar yutqiziluvdi. Endi bu safar yana o'ynaylik deyshibdi. Kecha ustaxonaga tashlab ketilgandi. Lamboni hozir olib ketgani keldik. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'ldimi? Tayyor bo'ldimi? Bo'ldi. Gap yo'q. Xo'p, akalar, Dubayga kelganimizdan beri men hozir taxminan $1000 radarni o'ziga to'ladim, ishonasizlarmi? Endi rentkarlarni hisoblamasa ham bo'ladi-yu, $1000 radarni o'ziga mana shu taraf to'ladim hozir. Tayyor bo'pti. Mana kalotkasini o'sha kuni qattiqroq bosuvdik. Kalotkalari qizib ketgan, ovoz chiqib qoldi, hozir almashtirib qo'yishgan ekan. Servisdan chiqib ketyapmiz. Doniyor, kuting. Biz tayyormiz. Hozir boraman, bosib qo'yaveramiz. Ikkinchi marta ham yutqizasizmi deyman-da. Uchinchi marta ham to'ysiz. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Nima bo'lganda ham chotki bo'lsin o'yinimiz. Hammaga omad. Bitta ovozini eshitib ko'ringlar. Xullas jigarlar chotki qilib tozalab bersa, hozir gonkiga tayyormiz. Doniyor lekin menimcha qattiq bo'ladi. Sizni ko'rdim, M8 olgan ekansiz. M8 ga nisbatan ot kuchi bunda sal kamroq. O'ylaymanki, o'tamiz baribir. Kuzatib turinglar, like'larni bosinglar, podderishka qilinglar jigarlar.